kuzatuvchilarimiz, bugun Getwork xususiy bandlik agentligining navbatdagi konferensiyasi bo'lib o'tyapti. Ushbu konferensiyada Getwork xususiy bandlik agentligining 11 viloyatidagi filiallardan xodimlar tashrif buyurishgan va ko'rib turganingizdek, xodimlarimiz o'z malakalarini oshirib, kelajakda Getwork kompaniyasini yanada ham yuqori marralarga erishishlarida o'z hissalarini qo'shmoqda. Bu narsani biz to'g'ri, sizlar bilan shu to'g'ri taqsimlash uchun nazoratga qo'yganmiz. Yaxshi-yu, masalan, to'g'rimi? Har bitta hududga 400 tadan odam borsa. Yaxshi-yu. Mana shu joyini hisobga olinglar. Sotuv bo'limi bilan jiddiy shug'ullaning. Telegram gruppada endi sizlar bizga jo'natasizlar. Ya'ni jo'natib turganinglarda 412 minglik yoki xiba 5 millionlik shartnomani pastiga shu davlatga deb yozib yuborsanglar, biz Excelga sizlar bilan hisob-kitob qilishimiz bor, boshqa narsa bor. U Excel davom etadi. PM'lardagi boshqa dalillarni yozmasanglar, shu shartnomalarni bugun qildim. Misol uchun stolga qo'yib 412 mingdan bu raqamda ketyapman, xibada bu raqamda ketyapman deb har kuni o'zingizlarga qayd qilib boringlar. Getwork xususiy bandlik agentligi barcha filiallarini bir joyga jamlagan holatda Yevropa davlatlari va boshqa rivojlangan davlatlarda vizaviy tizimda o'zgarayotgan yangiliklar bilan seminar treningda o'rgatib o'tildi, tanishtirib o'tildi va ushbu nimadan biz o'zimizga kerakli mahoratlarni oldik. Jamoaviy ish olib borish bu eng yaxshi natija, ya'ni davlat tashkilotlari bilan, migratsiya agentligi bilan va o'sha xorijga sifatli kasbga o'qitish uchun kasblarni o'rgatish sohasidagi tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda ishlab, fuqarolarimizni Yevropaga sifatli va kasb egalari bo'lib chiqishida mahorat kerak ekanligini biz tushunib oldik. Getwork kompaniyasi mana 8 yildan buyon ushbu sohada o'z faoliyat yuritib boryapti va xalqaro yo'nalishda ham biz ko'p marralarga erishib bormoqdamiz. Va asosiy maqsadimiz O'zbekistondagi o'zimizning fuqarolarimizni qonuniy tarzda ishga joylashtirish va yuborish.